Qadrdonlar ana kiygot qanani, subhanalloh. Kiygot ko'pligini. Ochilganda qanani kiygotlarni. Voy mash kiygotda asaldan bor, xudo xolasa bu 2026dagi ham o'zi birinchi hosil yo'lga chiqqan. Ikkinchi hosil bu yoqda olinyapti u asalaridan. Lekin kiygotni ko'rsatgan o'tdim mana. Kiygot sepgan dakka bor-ku. Bu hozir asalari turgan joydan hozir bir 400 metr uzoqlikda turibman. Kiygot ko'pligini qarani, arlab bo'ylab ishlab turibdi. Asalar 3 kilometr radiusida uchadi. Asalar u yoqda turgan bo'lsa, bu tomongacha uchib boradi. U ichkarilagan asalar har xil nima demoqchiman, bu joyda antena chiqmaydi telefonni. Yovvoyi tabiat qo'ynida olingan kiygotni tog'ni asalini zo'r kerak desani, aloqaga chiqsani optimum. Kiloda ham 1 kilo, yarim kilo ham yetkazib beramiz. Kiygot. Arlab bo'ylab ishlayapti. Kiygot qanani? Subhanalloh. Assalomu alaykum, qadrdonlar, mana Qirg'izistondan asalimiz yetib keldi. Optim qiziqqanlarga paqirlab ham beramiz. Kiygot har xil gullarni asali. Qiziqqanlar aloqaga chiqsani, xudo xolasa uyga yetib keldi. Qirg'iziston tog' asali. Bag'da paxta asallarimiz ham bor. Aloqaga chiqsani yetkazamiz. Mazasini ko'rib, yoqtirib olaverasizlar.